Beton namunalarda siqilishga bo'lgan mustahkamliklarni asosan kublarda va silindrlarda amalga oshiriladi, aniqlanadi. Bunda har xil o'lchamdagi qoliplardan foydalaniladi. Masalan 7 sm ga 7 yoki 10 ga 10 yoki 15 ga 15 sm. Endi 7 ga 7 o'lchamdagi qoliplar asosan kamdan kam ishlatiladi. Ko'p hollarda 15 ga 15 yoki 10 ga 10 qoliplardan ko'p foydalaniladi. Qoliplarda, ya'ni namunalarda o'lchamlari shu beton qorishnasiga ishlatilgan yirik to'ldiruvchilarni eng katta o'lchamlariga bog'liq ravishda tanlanishi kerak. Ya'ni shebinni o'lchami 20 mm gacha bo'lsa, 10 ga 10 kubiklardan foydalanish mumkin. Ya'ni bu GOST 10180 talabi. Agar shebinlarda, ya'ni yirik to'ldiruvchilarning eng katta o'lchamlari 20 mm dan yuqori bo'lsa, ya'ni masalan 20 ga 40 shebin ham agar bo'ladigan bo'lsa, demak 15 ga 15 yoki 20 ga 20 kubiklar qo'llanishi kerak. Endi bu narsa asosan yo'l betonlarida, aeroport qoplamalarida 20 ga 40 fraksiyalar ishlatiladi. O'sha paytda bu qoliplardan foydalanish mumkin bo'lmay qoladi. Ya'ni faqat 15 ga 15 razmerdagi, o'lchamdagi qoliplarni ishlatishga to'g'ri keladi. Yana bitta narsa, muhim narsa, namunalarga qarab, namunalar o'lchamlariga qarab sinov natijalari to'g'ri qayta ishlanishi kerak. Ya'ni masalan 10 ga 10 kubikdagi siqilishga bo'lgan mustahkamlik natijasi 0.95 koeffitsiyentga ko'paytirilishi kerak. Bu GOST 10180 ni talabi. Ya'ni shu siqilishga bo'lgan mustahkamlik 5% ga kamaytirib yoziladi. Aksincha 15 ga 15 bo'lgan razmerdagi kubiklarda bir koeffitsiyentga ko'paytiriladi. Ya'ni o'sha siqilishga bo'lgan mustahkamlik o'zgarishsiz qoldiriladi. Bu hattoki bu Yevropa normalarida ham shunaqa kiritilgan, shu birga teng deb qabul qilingan. Sinov o'tkazishda sinov o'tkazish va natijalarni qayta ishlash juda ham muhim hisoblanadi. Sababi ko'p hollarda shu sinov natijalarini noto'g'ri qayta ishlanganligi sababidan har xil noodatiy natijalar chiqib qoladi. Masalan, 7 kunlik siqilishga bo'lgan mustahkamlik 28 kunlikdan yuqori chiqib qolishi mumkin yoki shunga o'xshash har xil noodatiy natijalar chiqib qolishi mumkin. Buni sabablaridan bittasi o'sha sinovlarda sinovni to'g'ri o'tkazmaganlik yoki namunalarni olishda xatoga yo'l qo'yilganlik yoki sinov jarayonida o'sha normativ hujjatlarda o'rnatilgan talablarni bajarilmasligi bo'lishi mumkin. Masalan, GOST 10180 bo'yicha o'sha sinovdan oldin har bitta namuna vizual nazoratdan o'tadi. Ya'ni maqsad bunda agar namunalarni burchaklarida uzunligi 10 mm dan yuqori ko'chkilar yoki siniqlar yoki yoriqlar, shunga o'xshagan defektlari bo'lsa yoki mana chuqurligi 5 mm dan yuqori va diametri 10 mm dan yuqori bo'lgan defektlari bo'lsa, bunaqa defektlari bor namunalar sinovga yaroqsiz deb topiladi va ular natijalari ham hisoblanmaydi. Ya'ni hozir agar misol keltiradigan bo'lsak, mana hozir bu yerda 10 mm dan yuqori bo'lgan defekt bor. Bundan tashqari vizual nazoratdan o'tgan namunalar pressga qo'yilishdan oldin yuzalari обязательно o'lchanishi kerak. Ya'ni haqiqatdan ko'pincha 10 mm yoki buni 15 150 mm yoki 100 mm olib ketiladi, lekin faktiski o'lchamlari o'lchanishi kerak. Ya'ni
102 bo'lishi mumkin, 101 bo'lishi mumkin. Ya'ni yuzi o'zgaradi bu yerda. Shundan keyin namunalarni massalari tortiladi. Maqsad o'sha betonni o'rtacha zichligini aniqlash maqsadida. Ya'ni har bitta namuna alohida tortib chiqiladi. Bunda seriyadagi o'rtacha zichlikka nisbatan har bitta namunadagi zichlik 50 kilogramm metr kubdan oshmasligi kerak. Bundan tashqari vizual osmotrdan keyin pressga shunaqa holatda qo'yilishi kerakki, o'sha siquvchi kuchlar sloylarga parallel bo'lishi kerak. Ya'ni agar mana shu kubik misolida keltiradigan bo'lsak, mana bu bizda markirovkasi, ya'ni birinchi qatlam, ikkinchi qatlam yoki birinchi qatlam, ikkinchi qatlam, uchinchi qatlam. Ya'ni agar hozir mana shu qalamni kuchi deb, siquvchi kuch deb tasavvur qiladigan bo'lsak, bu parallel bo'lmay qoladi. Bu perpendikulyar bo'ladi. Ya'ni bu yuzaga nisbatan bu perpendikulyar. Demak, o'sha pressda siqayotgan paytda biza markirovka qilgan tomoni yoki to'latgan tomonimiz biz tomonga qarab turishi kerakda. Siquvchi kuch tepadan, pastdan yoki bu tomondan bo'lishi kerak. Yana bundan tashqari o'sha pressga, plitaga yotganda tekis turishini ta'minlash kerak. Agar silindrlarda yoki kublarda shunaqa tekislik bo'lmasa, demak ularni shlifovka qilib tekislashga to'g'ri keladi. Massasini aniqlab oldik. 2317 gramm chiqdi. Endi o'sha boya aytib o'tganimizdek, bizga kuch tushadigan yuzasini o'lchab olishim kerak. Ya'ni kuch tushadi. Ko'pincha shunda ham adashishadi, boshqa tomonlarni o'lchab oladi. Aynan mana shu kuch tushadigan yuzani o'lchab olishim kerak. Bunda menga shtangen sirkul kerak bo'ladi. Hozir mana buni nurga tenglab olamiz. 99.5 101 deb olsa ham bo'ladi. Pressda siqilgandan keyin namuna yana olib, yana bir marta vizual tekshiriladi. Ya'ni o'sha to'g'ri singanligi, ya'ni o'sha GOST 10180 ni ilovasida ko'rsatilgan sxemalarga mos bo'lishi kerak. Ya'ni to'g'ri singan bo'lishi uchun mana hozir bizning kubikimizda mana oysimon sinishi kerak. Ya'ni bu to'g'ri singan deb hisoblanadi. Bundan tashqari biza o'rtacha mustahkamlik natijasini hisoblashda to'g'ri hisoblash kerak. Ya'ni GOSTda 2 dona namunadan o'rtacha natija ikkalasi qo'shib turib 2 ga bo'linib olinadi. 3 ta namuna bo'lsa, 2 ta eng katta natijalar o'rtachasi qabul qilinadi. Agar 6 ta namunalardan 4 ta eng katta natijalar bir-biriga qo'shib o'sha o'rtalamasi olinadi. Bizning hozirgi misolimizda pressda kilonewtonda ko'rsatdi, lekin biz buni newtonga o'tkazib oldik. Mana 323.950 newton bo'ldi. Endi yuzaga bo'ldik. Yuzasi
bizda 10.050 millimetr kvadrat chiqqan edi, ya'ni boya o'lchaganimizda. Alfa bu yoqda bizda masshtabni koeffitsient deyiladi, ya'ni kubik, agar boya aytib o'tganimizdek 10 ga 10 kubik bo'lsa 0.95 ga ko'paytirishimiz kerak. Agar 15 ga 15 kub bo'ladigan bo'lsa, demak bir koeffitsiyentga, ya'ni o'sha rezultat o'zgarmasdan qoladi. Ya'ni bizning hozir misolimizda mustahkamlik 30.6 newton taqsim millimetr kvadrat, ya'ni 31 megapaskalga teng ekan.